Assalomu alaykum. Yana bir bor Huriya Anvar, Life Coach, albatta Sifra Coach. Endi esa bugun 11-mart. 11-mart, ya'ni 11-chisloda tug'ilgan insonlar uchun sizga aniq va lo'nda energetikangizda ochib beraman. 11-energetikani tabiati qanaqa bo'ladi? Bu chisloda tug'ilgan insonlar bu ma'rifat, ilhom va ruhiy yetakchilar kodi. Ya'ni 11-da tug'ilgan insonlarda ma'rifat kuchli bo'lar ekan, ilhom kuchli bo'lar ekan va albatta ruhiy yetakchi insonlar bo'ladi. Ruhiy yetakchi insonlar deganda bu aynan ruhiyatni his qila olgan insonlar hisoblanadi. Bu kod bilan tug'ilgan insonlarda nimalar bor ekan? Birinchisi, qobiliyatli va intuitiv ochiq bo'lishadi. Ya'ni intuitsiyasi, ichki ovozi ochiq bo'ladi. Ular ochiq ongga ega. Ya'ni ular fikrlayotgan paytida ochiqlik bilan, ya'ni ongida ochiqlik bor. O'zi bilan to'g'ri munosabat qila oladi. Ichki ovozini bemalol ifoda eta oladi. Keyingisi, uchinchisi, juda kuchli ichki hissiyotlarga ega. O'ta kuchli ichki hissiyotlarga ega, lekin buni muvozanatda saqlashni ham bilish kerak. Bu sizga ma'lumot berilyapti, xolos, u bilan ishlash kerak. Keyingisi, ilhom manbai bo'lishadi. Ularda ilhom manbai, ya'ni yumorist bo'lishi mumkin, ijod qilishi mumkin, she'riyatda asarlar yozishi mumkin va albatta o'zini yo'nalishida har doim ijod qilishi shart. O'zlari yaratishi kerak. U boshqa insonlarda kopiya qila olmaydi. U boshqa insonlarda qo'lida ishlay olmaydi. Ular o'zinikini yaratadi. Beshinchisi bu ishonchli yetakchi va maslahatchi. Masalan, sizda farzandingiz 11-da tug'ilgan bo'lsa va sizda kimingizdir, eringiz yoki ayolingiz, albatta ular eng ishonchli va eng zo'r maslahat bera oladilar. Chunki ularda ong sistemasida 11lik bor. Ya'ni bular ilohiy kuchga ulangan va o'z ong sistemasiga va ular birga bir seriya kopiya qiladi. Ular boshqa insondan olmaydi. Lekin bu insonlar boshqa insonlarga yopishib qolganda, bu insonlarda muvozanati buziladi va bu insonlar agressiv bo'lishadi. Yanada ko'proq ma'lumotlarni bilishingiz uchun like bosing va albatta kommentariyalarda qoldiring va albatta to'liqroq ma'lumotni olmoqchi bo'lsangiz, menga podpiska bo'ling va biz siz bilan buni to'liq ko'rsatamiz. Muvozanatni